Yosh va qariga birdek yoqadigan kruassan bulchkasini birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Chuqurroq idishimizga 400 ml sut, 1 osh qoshiq dro'jja va 1 dona tuxumni solib, ketidan tabga ko'ra shakarni ham solib, yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Sutli massaga yarim choy qoshiq tuzni ham solamiz. Vinchik yordamida aralashtirilgan massamizga oz-ozdan elangan unni qo'shib, sekin-astalik bilan aralashtirib olamiz. Maxsus lopatkamiz yordamida tepadan pastga qarata aralashtirib, hidsiz o'simlik yog'ini qo'shib, yumshoq ammo qo'lga yopishmaydigan xamir holatiga keltiramiz. Tayyor bo'lgan massamizni strich yordamida o'rab, 1 soatga issiqroq joyga oshirishga yuboramiz. Yumshoqqina bo'lib oshib chiqqan xamirimizni 13-14 bo'lakchalarga bo'lib, yumshoq shaklga keltirib, stovimizga un sepib, birin-ketinlik bilan yoyib olamiz. Xamirga xona haroratida eritilgan margarinni videoda ko'rsatilgandek surib chiqamiz, faqat xamir oxirgi qavatiga surmaymiz. Tayyor bo'lgan xamirni yarim soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Yarim soatdan so'ng xamirni olib, sekin-astalik bilan qattiq bosmasdan yoyib olamiz va xamirning orqasini o'girib olamiz. Qavat-qavat joylari shunda ichiga tugilib ketadi. Xamirimizni videoda ko'rsatilgandek kesib olib, ichiga xohishga ko'ra nachinka solamiz, lekin nachinka solmasalar ham bo'ladi. Bizga pergament qog'oz solib, bulchkamiz ustiga tuxum surib olamiz hamda 180 gradusda qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Qizargan, qarsildoq ammo ichi yumshoq bulchkamiz ham pishib chiqdi. Ustiga xohishga ko'ra sirop, asal yoki manga o'xshab quyultirilgan sut sursanglar bo'ladi. Bu retsept orqali duoga qolishingiz aniq. Shu sabab hoziroq tayyorlab ko'ring.